Assalomu alaykum, Abror Realtor kanali kuzatuvchilari. Bugun 3-mikrorayonga kelganmiz. 3 xonali kvartiramiz sotuvga qo'ydik. Yangi remontdan chiqqan, hech kim yashamagan uyimiz. Ko'rsangiz mumkin, bu kirish xodimiz. Kirganda mana shunday koridorimiz bor. Uni to'g'risida mana bu yerda mehmonxonasi joylashgan, ko'rsangiz mumkin. Ichidagi mebel texnikalari bilan birga sotiladi. Zamonaviy usulda remont qilingan, yevro remontli uyimiz. Va uni yonida kattalar uchun yotoqxonasi hisoblanadi. Bu yerda ham hamma spalnisi bor. Hamma mebel texnikalari bilan birga sotiladi. Bu esa yuvinish xonalari, ko'rishingiz mumkin. Keyingi xonamiz detskiy xonamiz hisoblanadi. Uyimiz 3 xonali uyimiz 4 xonaga aylantirilgan. Bu sanuzeli bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda oshxonasi bo'lgan, oshxonani balkonga chiqarilgan. Vitishga hamma narsasi bor. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 3 xonali birinchi qavatda joylashgan uyimiz 570 million deymiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz, ochni bog'lanib bosib oladigan joy. Bunaqa imkoniyat har doim bo'laveradi.